أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد. الكبيرة الخامسة والثلاثون المحلل والمحلل له. 35-chi gunoh kabira al-muhallil, halol qilib beruvchi. Xotinini 3 taloq etgan kishi 3 taloq etib qo'ydi. Pushaymon yeyapti. Qanday qilib xotirimni qaytarib olaman? U bir yerga tegib chiqish kerak, iloji yo'q. Shunda bir er bilan, bir odam bilan, do'sti bilan kelishadi qisqasi. Senga bir kunga yo 2 kunga xotin qilib beraman deydi. Keyin taloqni aytasan, men uylanib olaman qaytib deydi. Xo'p deydi unisi. Muhallil xo'p degan kishi. Va muhallalullah unga halol qilib beriladi yana avvalgi birinchi er. Xotinini go'yo bir takaga qo'yib bergandek gap. Hadisda keladi hali. Shuning uchun gunoh kabiradan bular. Halol qilib beraman deb uylanuvchiga ham la'nat bo'lgan. Halol qildirib oluvchi erkakka ham. Nikoh hayotga muvofiqona yashash kerak. Nikoh mana shu. O'yin kulgi uchun, vaqtinchalik xotin qilish uchun yoki bir pul evaziga xotin qilish uchun emas. Nikoh rag'bat bilan, qiziqish bilan uylanish kerak va yashalmay qolsa, Alloh taolo taloqni halol qilgan, taloq bilan ajralish kerak. Yasholmadingmi ajal? 3 taloq etdingmi? Senga jazo bu. Xotiring bilan ajralishlik. Qachon senga halol bo'ladi? Boshqa erga tegib, yasholmasdan ajralib ketsa, shunda halol bo'ladi. Ammo kelishib, menga halol qilib ber, bir kun 2 kun xotin qilib qaytarib ber deyish bilan emas. Sahha min hadis ibn Mas'ud radhiyallohu anhu muhallalu wal muhallala lahu. Sahih bo'ldi hadis Ibn Mas'uddan radhiyallohu anhu, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam halol qilib beruvchi erkakni ham va halol qilinuvchi erkakni ham la'natladilar. Bu qanaqa hayot? Bir-biriga 3 taloq etsa-yu, xotinni ikkinchi do'sti halol qilib bersa, odam sekin asta dayuslikka o'tib qoladi. Xotinini qizg'onmaydigan bo'lib qoladi. O'zining do'stiga yoki ba'zi bir odamlarga berib xotinini 1-2 kunmi, 1 haftami xotin qilib qaytarib berishga rozi bo'lgan odam, unda rashk bormi? G'ayurlik bormi unda? Agar shu narsa xalqlar ichiga fosh bo'lsa, dayuslik ham fosh bo'lib ketadi-yu. Bu narsa qirqildi Alloh. Hayotni nizomi, kelajagini Alloh yaxshi biladigan zot. Shunday qilib qo'ydiki, islomni har bir yomonliklarni oldini ham kesib tashladi. Qo'yib bersa odamlarga, 3 taloq desam debdan jida bo'lmasa, bironta kishiga aytaman halollab beradi deb xotinini boshqaga bir tegib chiqishligiga ham rozi bo'laveradi. Mana shunday dayuslik o'tib ketib qoladi unda. Qachonki qirqib tashlanadi bu yo'llar hammasi, inson hayotda salomat qolib yashaydi. Qala Tirmizi wal amalu ala zalika inda ahli al-ilm minhum Umar ibn al-Khattab va Usmon ibn Affan va Abdullah ibn Umar va qawl fuqaha min at-tabi'in wa rawahu Imam Ahmad fi musnadihi wa Nasa'i fi sunanihi aydan bi isnadin sahihin. Tirmizi aytdilarki, amal mana shu narsaga, shu hadisga amal qilishlik ahli ilmlarning huzuridadir dedilar. Ahli ilmlar mana shu shunga amal qiladi, ya'ni halol qiluvchini ham, halol qilinuvchini ham ikkalasiga ham la'nat aytadilar. Bu mana shu ahli ilmlardan Umar ibn Xattob, Usmon ibn Affon, Abdulloh ibn Umar va tobiinlardan fuqaholarning gaplari, faqih kishilar. Va Imom Ahmad mana muhaddislardan o'zining musnadida rivoyat qilgan va Nasoiy mana muhaddislardan yana o'z sunanida sahih sanadlar bilan rivoyat qilgan bular ham. Va Ibn Mas'ud va Ibn Abbos radhiyallohu anhuma qol suila Rasululloh sallallohu alayhi vasallam anil muhallil. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam muhallil haqida so'raldilar.
Ya'ni halol qilib beruvchi haqida. Halol qilib bersam bo'ladimi birovni xotinni? Bechoralar ikkalasi ham pushaymon, o'rtada farzandlari bor, bir-birini yaxshi ko'radi. Men halol qilib beraman. Gap qarang. Dayuslikni qarang, narigi kishini ham. Bu odamni ham vaqtincha shahvatiga qul bo'lishligini qarang. Halol qilib berishlik kimga yoqmaydi? Bir fohishani bir turmasmi bu? Hech qanday unda bir bo'yniga oladigan narsalar yo'q. Oila, farzand, ularni boqishlik, nasab sobit bo'lishlik, bunaqa hamma narsadan bari uzoq. O'zini oqlab chiqib ketadi. Bir hafta o'z shahvatiga qo'l bo'lib yuradi, yana xotinni qaytarib beradi. Bu fohishani bir turmasmi aslida? Faqala aytlarga Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam la dedilar, yo'q dedilar. Illa nikah rag'batin, la nikah dalsatin. U qiziqishlik nikohi bo'lsin. Bo'ldi, xotindan erdan xotin chiqdimi? Boshqaga haqiqiy mustahkam oila bo'lib bog'lansin, qiziqishlik. Boshqani yaxshi ko'rsin, boshqa uni yaxshi ko'rsin. Mana shunday bir salomatlik nikoh ustida qurilsin. La nikoh dalsatin, yolg'onchilik nikoh bilan emas dedilar Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Wala istihza'a bi kitabillahi azza va jalla. Allohning kitobini masxara qilishiga yo'q dedilar. Alloh kitobida nikohlanishlikni targ'ib qildi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam targ'ib qildilar. An-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni dedilar. Nikoh mening sunnatim dedilar, yo'lim. Kim shu yo'ldan yuzi o'girsa mendan emas dedilar. Inson jamiyati nikoh bilan bog'lanadi. Halol yo'l bilan farzandlar tug'iladi. Hatta yaduqal usaylata. Hattoki asaldonini tatguniga qadar nikoh qilib, keyin ajralib ketsa, shundagina avvalgi eriga halol bo'ladi. Asaldoni degani, ya'ni o'rtada er-xotinlik bo'lish shart. Bir kishi bir ayolni taloq etdi, xotinni. Xotini borib boshqaga erga tegdi-yu, er-xotinlik qilmasdan ajralib ketdi. Unda avvalgi erga halol bo'lmaydi. Qachonki boshqa erga tegib, er-xotinlik, ya'ni to'shakda birga bo'lish jazosidan keyin avvalgisiga halol bo'ladi. Birinchisi erkak o'zini xotiniga taloq etib, 3 taloq etib ajraldimi? Alloh unga mana shunday oilani buzgan jarimasiga boshqa erkakka tegib, er-xotinlikni ko'rib qaytib kelmaguncha halol qilmaydigan qilib jazo qildi Alloh. Ravohu Ishoq al-Jurjoni degan kishi rivoyat qildi. Buxoriy va Muslim va Tirmiziy rivoyat qilgan bu hadis muttafaqun alayh, sahih hadislardan. Wa Uqbat ibn Umar qala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: "Ala ukhbirukum bit-tisil musta'ar?" Qalu bala ya Rasululloh. Qala huwa al-muhallil. La'ana Allohu al-muhallila wal muhallala lah. Ravah ibn Majah bi isnodin sahihin. Sahih rivoyat bilan mana Ibn Majah rivoyat qilgan hadisda Uqbat ibn Umar roziyallohu anhu Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan eshitib uzot sharif etdilarki, sizlarga dedilar Payg'ambar vasallam, iyoraga olingan taka haqida gapirib beraymi dedilar. Tiz taka, ichkini erkagi. Iyoraga degani vaqtinchalikka bepulga olib ishlatib turiladigan narsa. Bepulga taka olingan kishi haqida sizlarga xabar beraymi? Ha, ey Rasululloh deganlarda, u halol qilib beruvchi dedilar. Birovni xotinini taloq etib ajralgan kishilarning xotinini o'ziga halol qilib beruvchi, vaqtincha nikohlanib, yana taloq etib qaytarib beruvchi bu echki dedilar. Taka dedilar. Qarang o'xshatmani. Takalarda, hayvonlarda bunaqa narsa yo'q-da. Seni xotining, meni xotinim degan narsa yo'q. O'xshatma ham takaga o'xshatdi. Bu kishi ham o'zini shahvatiga qul bo'lib bir hafta yo 10 kun yo kamroq xotin qilib yana taloq etib berishligi unga hech qanday og'irligi tushmaydi. U shuning uchun takaga o'xshatildi. Alloh halol qilib beruvchini ham va halol qildirib oluvchini ham la'natladi dedilar. Sahih hadis mana. Alloh la'natladi ikkalasini. Quruq ket er bo'lmaydi siz. O'zbichaga olib aytganda.
Ajraldingmi bo'ldi, umidingni uz. Ofqona yasha. Xotiningni qizg'onmasdan, yana qaytarib olish uchun birovga takaga bermasdan. Wa ibn Umar anna rajulan sa'alahu faqal ma taqulu fi imra'atin tazawwajtuha wa hilluha li zawjiha lam ya'murni wa lam ya'lam. Endi shunaqa odamlar ham bo'lgan. Ba'zi bir kishilar xotinini taloq etib, ajalib, qiynalib, pushaymon yurgan odamlar ham bo'lgan, ayta olmasdan, halol qilib ber demasdan. Shunda bir kishi keldi-da, Ibn Umar roziyallohu anhudan so'radiki, nima deysiz bir xotin to'g'risidagi, men unga uylansam-da, uni o'zining eriga halol qilib bersam dedi. Lekin u menga buyurmagan va bilmaydi ham u eri dedi. Ana endi kelishmasdan turib bir yordam qilsam deyapti. Zo'rnasan? Faqol lahu Ibn Umar unga aytdilarki, la dedilar, yo'q dedilar. Illa nikaha rag'batin dedilar. U qiziqishli nikohi bo'lsin dedilar. Xuddi Payg'ambar alayhisolamning javobidek. Qiziqishli nikoh bilan olgan. Unaqa halol qilib berish uchun emas. Nafsingga kuyga kirib, ozroq vaqtgina xotin qilib hech kim bilmasdan alohida bir kvartira sinimat qilib unga kvartira olib, bir hafta yo'q 3 kun, 4 kun uni xotin qilib sekin taloqni aytib, avvalgi eriga bildirib, yana uylanib olishmas. Hamma oppoq. Va ikkinchi xotin olganini avvalgi xotin ham bilmaydi bechora. Halol qilib berganini. Eri takalik qilganini bilmaydi bu xotin ham. Janjal ham yo'q. Hamma yoq osoyishtalik bilan. Kimga yoqmaydi? Fohshani bir turi. In ajabatka amsaktuha. Agar seni ushlab tursang, agar seni ajablantirsa, sen uni ushlab qolasan. Qiziqishli nikoh bilan qildilar Ibn Umar roziyallohu anhu. Agar seni qiziqtirsa, ya'ni yaxshi ko'rsang, ushlaysan, olib qolasan. Va in karihtaha faraqtaha. Agar yomon ko'rsang, taloq etib ajralasan. Hayotni boshqaradigan qiziqishli nikoh bilan birga qilgan. Wa inna kunna na'udu hadha sifahan ala ahdi Rasulillah sallallohu alayhi vasallam. Biz bu narsani Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning zamonida sifah fohsha deb ko'rgandik. Fohsha deb ko'rgandik. Lekin odamlar shunaqa amallardan to'xtaganmi? To'xtamagan. Hozir ham bor. Juda ko'p kishilar o'zlarini do'stlariga xotinini halol qilib beruvchi. Bir kishi do'stiga aytgan ekan, xotinimga 3 taloq aytdim, juda pushaymonman. Halol qilib ber desa mayli deb bir kechaga uylangan. Ertalab turgandan keyin eri kelib avvalgi eri endi taloq ayt desa, "Ya taloq aytmayman, xotining menga yoqib qoldi" dedi. Mana shunaqa voqealar kelib chiqaveradi buning orqasidan. Bechora birinchi er xotin qolib ketibdi. Jo'rasiga, do'stiga ishonib. Ishonmagan do'stingga somon tiqar po'stingga degan. Va mal atharu ani sahabati va tabi'in, sahoba va tobiinlardan bo'lgan asarlar endi biz hadisda aytdik la'natlanganligi haqida. Faqat rawal Athram wal Ibn al-Munzir an Umar ibn al-Khattab radhiyallohu anhu annahu qala la uta bi muhallilin wa la muhallalun lahu wa la muhallalin lahu illa rajamtuhuma. Menga dedilar halol qilib beruvchi ham va halol qildirib oluvchi ham ikkita erkak ham keltirilsa men uni toshbo'ron qilib yuboraman dedilar. Mana bir zinoni bir turum ekan. Boso'yla Umar ibn al-Khattab an tahlil mar'ati li zawjiha faqala zalika sifah. Umar ibn al-Khattab raziyallohu anhu dan so'ralganda ayolni o'z eriga halol qilib berishlik to'g'risida avvalgi eriga u fohshani o'zi ko'rdilar. Bu fohsha dedilar. Haqiqatda fohsha bu. Fohshani bekitilgan, ustini ziynatlab qo'yilgan fohsha. Qanday bosh ko'tarib yuradi avvalgi eri? Bir jahl ustida 3 taloq aytgan u, bir do'stiga takaga qo'yib bergan u xotinni, yana qaytib hayot kechirishda qanday u bosh ko'tarib yura oladi xalq ichida? Bunaqa odamlar rashki yo'q, dayuslarga xos aslida. Va Abdulloh ibn Shurayk al-Amiri Abdulloh ibn Shurayk aytdilarki, Samiyat ibn Umar radhiyallohu anhuma va qad su'ila an rajulin tallaqa ibnata ammin lah, thumma nadim.
ورغب فيها. Ibn Umardan eshitdim dedilar. Dar haqiqat bir kishi haqida so'ralgandi u kishi. Ibn Umar roziyallohu anhudan bir kishi so'radi. O'zining amakisini qizini taloq etib qo'ygan. Amakisini qizga uylangan, taloq etgan. Keyin pushaymon yegan va yana qiziqqan uylanaman deb. Farada rajulun an yatazawwajaha liyuhillaha lahu. Bir kishi unga uylanib, unga halol qilib bersa, nima deysiz deb so'radi. Ibn Umar aytlarki, kilahuma zanin va in makatha 20 sana dedilar. Ikkalasi ham zino qiluvchidir dedilar, garchi 20 yil tursa ham. Mayli bugun beraman, erta beraman, aldab yuraveradi bu ham. Yoqib qolsa xotin. Biz hozir aytgan kishi-ku, yaxshi u ochiq aytibdi. Xotiningni bermayman, menga yoqib qoldi deb. Ammo kelish u o'rtasida qilgan bo'lsa, mayli bugun erta endi 20 yil yurgan bo'lsa ham zinokor bo'lib yuraveradi. Annahu zalik yoki shunga o'xshash yillar yursa ham. Idza kana ya'lam annahu yuridu an yuhallilaha. Agar bilsaki u halol qilib beradi shunga. U rag'bat nikoh bilan bo'lmadi. Halol qilib beraman degan nikoh bilan bo'ldi. Garchi 1 yilmi, 10 yilmi, 20 yilmi halol qilib berish maqsadida olib yursa, misol safar qilib ketib qoldi. Uylandi-yu safar qilib olib ketib qoldi. Halol qilib beraman degan maqsadda yuribdi. 20 yildan keyin qaytarib olib berdi. Baribir zinokor. Shuning uchun nikoh qilinayotgan vaqtida u halol qilib beraman deyish niyatda bo'lmasi kerak. Qiziqish bilan uylansin va yaxshi farzandlarga harakat qilsin. Va Ibn Abbos radhiyallohu anhu annahu sa'alahu rajulun. Mana endi Ibn Abbos bu ummatning dengiz, ilm borasida dengizi deb ismlangan kishi. Bu kishiga ham bir kishi so'radi. Sa'alahu rajulun faqala aytdiki, Ibn ammi tallaqa imratan salasan thumma nadin. Amakimning o'g'li xotinni taloq qildi. 3 taloq qildi. Keyin pushaymon edi. Nima qilish kerak endi? Amakimning o'g'li bir-biriga yaqin qarindosh yo do'stida halol qilib berishni xohlaganlarini. Faqala ibn ammik qad asallaha fa andamahu wa ata'a shayton falam yaj'al lahu makhrajan. Aytdilarki Ibn Abbos roziyallohu anhu, amakingni o'g'li Allohga osiy bo'ldi, 3 taloqni birdan aytishi bilan. Chunki bid'at taloqi bu. Taloq aytishning ham o'zlarining tartiblari bor. Allohga osiy bo'ldi. Alloh unga pushaymon yedirdi mana. Birdan 3 taloq aytmaslik kerak edi. 1 taloq aytish kerak edi. Hayzdan pok bo'lgandan keyin. Hayz muddati tugagandan keyin qarash kerak. Yashab ketadimi yoki jahl ustida aytibdimi? Jahl ustida aytsa, mana shu hayz ko'rishlik 2 marta hayz ko'rish uchida 3-chisigacha qaytarib olsa bo'ladi. Haqiqatda pushaymon yedi, qolganini boshqa ham halollab bermaydi unga. Faqat 1 taloq ketdi, 2 taloq qoladi. 3 taloq birdan aytsa-chi? Birdan 3 taloq tushadi u, qancha pushaymon yemasin? Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam keltirgan yo'lga birinchidan xilof qildi, gunohkor bo'ldi Allohga, Alloh pushaymonni yedirib qo'ydi. Shaytonga itoat qildi dedilar Ibn Abbos roziyallohu anhu. Shayton unga chiqar joy qilib bermadi mana dedilar. Shayton shunday. Yomonlikka buyuradi, inson tushgandan keyin shayton undan qochadi. Aytadiki, men Allohdan qo'rqaman sen qilayotgan ishlarni qilishlikka deydi. Shayton o'zi buyuradi. Buni orqasida qanchalik balolar, nadomatlar, la'natlar tushib turganini ko'rgan shayton o'zi qochib ketadi. Inni axafulloh robbil alamin deydi. Men Allohdan qo'rqaman bunaqa ishlar qilgan deydi. Faqala aytdilarki, kayfa tara fi rajulin yuhalliluha lahu. Kishi so'radi. Bir kishi xotinni halol qilib bergan kishi to'g'risida nima deysiz endi? Ha, pushaymon yibdi, mana endi maxraj bir chiqarib o'rin qilaylik endi bunga. Bir odam endi xotinni halollab bersin, takalik qilib. Faqala man yukhadi'ulloha yakhda'uhu. Kim Allohni aldashlikka harakat qilsa, Allohni aldab qo'yadilar. Va qala Ibrohim an-Naxai, "Idza kana niyatu ahadith thalatha." Endi ulamolarning fikrlari qanaqa? Bu nikoh sahih bo'ladimi, bo'lmaydimi? Halollab beruvchi odamning nikohi. Ibrohim an-Naxai aytlarki, "Idza kana niyatu ahadith thalathati az-zawj al-awwal aw az-zawj al-akhir aw al-mar'atu at-tahlila kana al-khabar." Fa nikahu al-akhir batilun wa la tahillu lil-awwal. Ibrohim an-Naxai bu kishi eng ulug' tobiinlardan, faqihlarning eng tobiinlar vaqtidagi eng katta kuchli faqih bu kishi.
Aytdilarki, 3 ta kishining bittasining niyati, u 3 ta kishi avvalgi eri, keyingi eri va o'rtada turgan xotin. Shularning birontasining niyati halol qilishlik bo'lsa, ikkinchi uylangani nikohi botil bo'ladi va avvalgisiga halol bo'lmaydi dedilar. Nimaga desa, bu kishi la'nat, Allohning rasuli la'nat aytgan la'natni nikohni botil qiladi tushundilar. Va qol Hasan al-Basri aytadilarki, "Idza hamma ahadu salasati bit-tahlil faqad afsad." Agar uchalasidan bittasi tahlil halol qilishlikni qasd qilsa, u fasod qildi nikohni dedilar. Uchalasi bilding-a, avvalgi er, ikkinchi er va xotin. Va Said ibn Musayyab bu kishi tobiinlarning eng kattalaridan, Madinaning eng katta 7 ta imomini yulduzini bittasi. Imom tobiin, tobiinlarning imomi. Fi rajulun tazawwaja imratan liyuhillaha li zawjiha al-awwal. Avvalgi eriga halol qilish uchun bir ayolga uylangan kishi to'g'risida aytdilarki, faqala la tahillu. Avvalgi eriga baribir halol bo'lmaydi dedilar. Nimaga? Nikoh agar sahih deyilmasa, nikoh botil deyilsa, go'yo bu ayol boshqa er bilan zino qildi-yu, avvalgi erga qaytib kelgandek. Zino bilan kelgan ayol halol bo'lmaydi. وممن قال بذلك مالك بن أنس والليث بن سعد وسفيان الثوري والإمام أحمد. Mana shu gapni gapirganlar Imom Malik, Lays muhaddislardan, Sufyon as-Savri muhaddis, bu kishi Imom Ahmadlar. Ulug' kishilar.